Ciddi ishi qolib qoldimi? Oqshimini bermagani uchun mana. Oyi, men uchrashuvga ketdim. Issiqda egar qizib ketibdim, mabbalo. Nig'mat aka, yana baloningizni teshib qo'ydingizmi? Ha, teshildi. Lekin barshinalarni olib kelib qo'ydim. Jahon standartlariga ham javob berar ekan. Yamanlarni ko'rdim demas ekan. Shu o'tib ketar ekan. Zo'r bo'pti-da Nig'mat aka, veligimni tashab ketyapman, uchrashuvga ketyapti o'dim. Voy. Orta! To'xtab turing, mana shu egar chiqarib olay. Otdan tushsangiz ham egardan tushmas ekansiz, a? Voy, yomg'ir yog'yapti, panaga o'taylik. Ko'zim achishyaptimi? Sochingiz yomg'irda ko'pirib ketdi. Gelim tugavdi-da, shampun surtdim o'rniga. G'irt qo'yag'i bola ekansiz. Ashnaqa. Zavtriga bo'ldimi, deyman chiqmayapti-yu. Guli olib keldim. Olib keldingizmi? Sho'rbodiringmi? Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. O'rtada dadang ham bor, olib kelsa aksiya qilaman. Chaqirasman, chistoylari bor ekan. Dada, meni xotinim ham homilador. Bechara issiqda qiynalib ishlayotibdi. Bu nima qilganinglar? Ha, ishlaydi-da, mayfaytga oling, taqdirlar bo'lyapti kampir. Dada, baribir gazak semishkasi zo'rda. Hami ham zo'r. Ichidan $5 pul ham chiqyapti ekan. Uf, jonimga tegib ketdi. Biz homiladormiz. Ozgina yordam beringlar. Omborxonada tug'ib qo'ymanglar yana. Endi chumchuq bo'lib bering. Dada, keliniz g'alati takshi ko'z bo'pti. O'zing ayt.